Assalomu alaykum bolalar, qanday ko'nglingiz? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Yaqinda Elon Musk Twitter'ni setib oldi. 90% qo'lga yutib oldi desak bo'ldi, lekin sotilishi rasmiy oyoqlashmadi. Balkim oxirgi natijasi mushaqni chiqishi mumkin. Hamda rasmiy qo'lga yutib olsa nima bo'ladi degan chog'da bozordagi butun o'sha Twitter'ning pachaklari hammasi yo'qolib ketadi. Hammasi 54.2 dollardan Elon Muskning qo'liga setilib ketadi. Agar kelgusida o'zi qaytadan bozor solmoqchi bo'lsa, o'zi qaytadan qaror qilsa bo'ldi. Agar qaytadan sap qolsa, u chog'da balkim Twitterning paychikini davolg'usi Tesla'ningki davolg'usi bilan tang men qilish mumkin. Buni diqqat qilib qo'yinglar. Agar 10% kap qilib Elon Musk setilmay qolsa, u chog'da Twitterning paychiki dahshat tushib ketishi mumkin. Twittermi eng yuqori vaqtida shu Trumpning hisobini o'chirayotgandan keyin shu vaqtdan boshlab to'xtamay o'sgan. Eng yuqori vaqti balkim shu Trump uchratgan vaqtlar balkim 40 dollarlar atrofida bo'lishi mumkin. Eng yuqori vaqti 80 dollar chiqqan. Manbati shu chog'da chiqdim ellipsi deb qolgan. Undan keyin eng yuqori vaqtidan asosan tushishga boshladi. Jack Dorsey o'ziniki CEO'ligidan tushgandan keyin yana ozroq tushdi. Undan keyin yana salpal o'sib, yana keyinda yana tushgan. Tushib, eng tuvan vaqti 30 dollar tushgan. Hamda hozir shu 30-40 dollarlar atrofida, azancha 50 dollarlarga chiqib endi. Yaqinda hamda Elon Musk bu Twitter qizib qoldi. O'ziniki shu 2010-yildan boshlab shu bozor silingan vaqtidan hozirgacha demak ancha o'smidi. Shu vaqtlarda 30-40 dollarlar atrofida. Shu 10 necha yil ichida yaxshi o'samagan. Chunki bu shirkatniki o'ziniki tafovati unchalar yaxshi emas. Faqat o'ziniki ishlatgan a'zolarniki soni jiq, nurg'on odam yaxshi ko'rdi, ishlatdi. Lekin ular Facebook bilan Google'niki YouTube'larga o'xshash e'lonchilikdan jiq pul topmagan, jiq pul kirim qilmagan. Masalan, Facebook o'ziniki 95% kirimi mush e'lonchilikdan kirdi. Elon Musk nima uchun qiziqib qoldi? Mening o'zimning shaxsan ko'z qarashim. Buni faqatlam boshqa yerdan anglamagan bo'lishingiz mumkin. Mening o'zimning shaxsan ko'z qarashim bo'lsa, Elon Musk o'ziniki shu kelgusida o'zining Tesla bilandu boshqa shirkatlarniki sun'iy idrok texnikasini texnik yaxshi taraqqiy qildirmoqchi. Hamda buningda nima uchun Twitterni ishlatadi degan chog'da, men burun necha videolarim degan shu sun'iy idrok bilandu Turing siniqi bilandu shu videolarimda degan shu sun'iy idrokniki taraqqiyoti cho'qim butun odamlarniki uchurlarini yig'ib ular nimga yaxshi ko'rdi, nimni ko'rdi, nim uchurlarga qiziqdi, nimni yaxshi ko'rdi, nimni setib oldi, nimni setib yetpardi degandek hamma uchurlarni yig'gandan keyin buni biz algoritm deymiz. Hammasini bir yerga yig'gandan keyin bu kompyuter bilan hisoblab texmi ilg'or, texmi yuqori darajali bir kompyuterning mengisi hosil bo'ldi. Buning texnikasi eng yomoni hozirki Apple, and Google, Facebook, Amazon o'ziniki veb-saytlarida mushlarni qildi. Kim nimni ilib setib bo'tadi degandek. Bularning hammasiniki o'ziniki texnikalar bor, lekin Elon Muskning yo'q. Tesla'niki yo'q. Shunga mustaq bir algoritm, bir sayt lazım. O'zinikini yangidan boshlasa, balkim boshqalarning keyinda qilish mumkin. Lekin Twitterning nimasi bor? Shu algoritm o'ziniki, shu a'zolarning soni shundajiq. Hozir boshqalar nima deydi? Elon Musk faqat shu censorship, ya'ni insonlarniki erkin paranglish, erkin so'z qila olish uchun shu Twitterni setib olmoqchi. Shunda ashta o'zgarish qilmoqchi deb qaratdi. Lekin mening o'zimning shaxsan ko'z qarashim o'ziniki shu sun'iy idrok texnikasini texmi taraqqiy qildirmoqchi. O'zinglarmi shaxsan fikringlarni deb qilinglar. Ostiga so'zinglarni qoldirsanglar bo'ldi. Kelaksan ko'rishaylik. Allohga